Biz hozir Invitro laboratoriyasi maxsus oziqalar tayyorlash xonasida turibmiz. Invitro laboratoriyasining asosiy yuragi bo'lgan xonalardan biri bu oziqa tayyorlash xonasi hisoblanadi, chunki bu yerda steril sharoitda turli xil o'simliklar uchun maxsus oziqalar tayyorlanadi. Ko'rib turganingiz, mana bu stoklardan tashkil topgan emiz oziqa muhitimiz. Uni 3 litrli idishga destillangan suvda stoklarni aralashtirgan holatda va gormonlar qo'shgan holatda tayyorlaymiz va o'simliklar o'stirish uchun substrat tayyorlab olamiz. Xo'p, oziqa har doimgidek destillangan suv, stoklar va vitamin gormonlar aralashtirilgan holatda taxlanadi. Ular bankalarga qo'yiladi. Bankalarga qo'yilgandan so'ng esa avtoklav yordamida sterillab olinadi va so'ngra ular xona sharoitida sovitilib, substrat agar qo'shilganligi uchun jelatin holatiga, ya'ni dirildoq holatga keladi, qotadi va undan so'ng esa o'simliklarni ekish uchun tayyor holatga keladi.